Bugungi kunda O'zbekistonda dori vositalarini raqamli markirovkalash tizimi joriy etilganligi farmatsevtlar uchun ham, iste'molchilar uchun ham juda muhim yangilik bo'ldi. Chunki bu tizim orqali har bir dori vositasining kelib chiqishi, ishlab chiqarish sanasi va yaroqlilik muddati aniq nazoratga olinadi. Masalan, biz dorixona xodimlari ham mahsulotlarni sotish jarayonida 2D skaner apparati orqali markirovka kodini tekshiramiz. Agar dori vositasining yaroqlilik muddati o'tgan bo'lsa, tizim avtomatik ravishda ogohlantirish beradi va bunday mahsulot uchun chek chiqarilmaydi. Natijada muddati o'tgan dorilarni sotishni oldini olgan bo'lamiz. Bu tizim bizning ishimizni ancha yengillashtirdi, chunki mahsulotlar asllik belgisi tizimida aks ettirilgan. Mahsulot harakati ishlab chiqaruvchidan tortib iste'molchigacha kuzatib borilyapti. Eng muhimi, bu odamlar qalbaki yoki sifatsiz dori vositasini sotib olish xavfidan himoyalanadi. Shu sababli raqamli markirovkalash tizimi dori vositalarini bozorida shaffofligini ta'minlaydi va iste'molchilarning mahsulot sifatiga bo'lgan ishonchini oshiradi.